Assalomu alaykum. Tornado rasmiy kanalining aziz obunachilari, soyaqdan bizga kuzatib borayotgan birodarlar, akalar, ukalar, Hunajin ishqibozlari, biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Dehqonoboddamiz. Dehqonni xonadonida bir Muzaffar aka degan akamizning xonadonida, molxonasida sotiladigan 6 boshqa katta kichik hunajinlar bor. Shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimizni yoqsa like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni bildiraverasizlar. Kanalimizga mehmonlar ekrangizning o'ng tomonida turgan obuna bo'lish yoki podpisatsiyani bossangiz biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Qadrdonlar, bu hunajinlar 3-4 oy oldin shu pul bog'lash uchun olingan hunajinlar ekan, endi zaruratdan sotilyapti. Hammasi shu oltalasi ham sigir qiladigan, orqalari tikka, korpuslari zo'r hunajinlar ekan akalar. Kelib ko'rib ustida savdolashib, talashib tortib olishlarini tavsiya qilaman. Xo'p, akalar 24-iyun sanasi hafta kuniga seshanba. Dollar ko'rsani aytmayman, sababi kundan kunga portlayapti. Kundan kunga tushyapti. Xullas mana mollar belanganiga ancha bo'lganmi, mana yechib ham bo'lmayapti mana akalar. Hunajinlar zo'r akalar. Hunajinlar hammasi orqasi tikka, chiroyli hunajinlar, sigir qiladigan hunajinlar. Yemlab boshqa qilishning iloji keragi yo'q. Qarang, mana krasniy piyoslar ekan, mana. Mana shunaqami? Mana qarang, mana bu ingichka sigir, juda sutdor sigir bo'ladi mana shu ham bor. Bu gibridmi deyman-a? Gibridmi ekan? Ha? Nimadir gibrid bo'lib qolgan tashinga? Simentalga? Ha. Ammo boqsalaring hammasi ham katta ulkan sigir bo'ladi. Mana qorali ham, mana ham orqalari tikka chiroyli hunajin ekan mana shu ham bor. Mana. Xo'p. Ulardan narxini aytib chiroyli qilib yoritib beramiz. Tirs ekanlarni o'ng tomon qizartirib, like bosib qo'yasizlar akalar. Gumlab tashlaysizlar, like bosishdi. Muzaffar aka 3 oy, 4 oy bo'ldimi o'zingizga? Oldiga 3 oy. Ha. Bo'lsa 1-2 oy. Ya 1 oylik yo'qmi? 1 oylik yo'qmi? 1 oydan o'tdi. 1 oydan o'tdimi? O kichkinani oladingizmi? 2 oy. 2 oy. 2 oy bo'lgani yo'q. 2 oydan o'tdi shekilli hammasi. Ha, bo'ldi, barakasimiz. Ochib ko'ring. Heding. Di. Mana jonivorni qarang. Beling. Urab oling. Urab belab qo'ying, belab oling. Bo'laver. Tashqarida boshqa narsa, ichkarida boshqa narsa bo'lib qolyapti bular, bor-ku. Tashqarida boshqa zo'r narsa ko'rinyapti bular. Xullas, qadrdonlar narxlarini aytib ko'rsatib beramiz. Instagramimizga o'tib obuna bo'lasizlar. Tornado rasmiy desa, Instagramimiz ham chiqyapti, videolar qo'yib boryapmiz. Telefon raqamlarini sallohga yozib qo'yaman. Ko'rib, ustida savdolashib olmoqchi bo'lgansalar ham bemalol kelaverasizlar. Dastlabki yo'q. Xohlasangiz 6 ovni bir joyga oling. Xohlasangiz bitta oling. Sigir qilgani, xudo xolasa yaxshi sigir bo'ladi hammasi. Voh, jonivorni qarang. Zo'r narsalar ekan, ko'rsangiz qarang. Hunajinda qarang. Simental shoqli variantidan yoki gibrid. Kommentariyaga yozinglar qadrdonlar. Ancha o'tdi deb elanganiga bular. Yemog'i, chimog'i, sog'ligi zo'r. Mana shu molxonadan chiqmagan anchadan beri. Kelar ikkinchisi, krasniy pyostra. Bu ham sakrayapti mana. Mashallah. Bu aytdimi, molxonada kichkina ko'rinadi-da-mi? Bu qochishga tayyor hunajin qolibdi bular hammasi. Qochishga tayyor. Ha? Mana kichkinalar, xolos ular tayyor. Ha, qarang, qochishga molxonada umuman kichkina ko'rinadi. O'ylanib o'tib ketamiz akalar, 1.25 plus minus 1.30 ga yaqin. Rosa sigir qiladigan hunajinlar ekan. Qarang, jonivor. Voy, bo'ldi. Bo'ldi, belab qo'ying do'stim, belab qo'ying, cho'mali. Belab qo'ying. Bog'lab qo'ying. Mashallah, mana chiroyliligini qarang. Krasniy pyostra. Zo'rlarni tergan ekan o'zi ham bor-ku. Sigir qilaman deb tergan ekan-da. Qochmagan-a, bo'g'oz basa, bo'g'oz chiqib qolsa-mi shuni? Jonivorni qarang. Mashallah, ko'z tegmasin. Gapi olib chiqyaptimi narigini ham? Uchta mana simentalga gibrid mana akalar bu ham. Mumkin simentaldir, gibriddir bilmayman, vallohu alam.
Nima desam, mana bo'yni ingichka ekanda, hali sutunashda sigirlarda, golshtenlarda bo'yni ingichka bo'ladi, bilasizlarmi? Ana shunaqa ekanda, buni ham bo'yni. Oyog'imni bosmasam bo'ldi, oyog'imni bosmasam. O'tib oling. Mana qarang, orqalar tikkaling jonivorlar qarang. Mashina sodi o'najillar o'zi, ham oltalasi ham. Egasini ham tanib olaveringlar. Nima deysiz? Egasini Ha, ko'rsatish kerak bu odamni. Bo'ldi, belab qo'ying, qochavering. Anchadan beri chiqmayapti ekanda bular dalaga. O'zi bunday mana qo'raq turib, hammasini qo'yib yuboradigan ekan, ha? Katta qo'raq turib mana aytgan. Salqinda yuraveradi. Xo'p, Muzaffer aka nech puldan deymiz bularga narx? O'z yetmaysizmi? Kirmali ayting. Xohlang uchovni quyug'isiga bir xil ayting. Xohlang alohida ayting. Yopishtirib aytavering. Hali olgan odam ham, keladigan odam ham bunday ko'rib xursand bo'lib, nima deydi? Ovorib tirikchilik qilsa ham nima deydi? 3-4 so'm foyda qolayxon qilaytinglar-da. Tirikchilik qilsa ham 3-4 so'm foyda qolayxon qilaytinglar. Keyin yo sigir qilsin, yo 3-4 so'm foydalanib olsin. Bozor narxi aytinglar, bozorni ko'tarmasdan. Aytavering. Dona aytaylikmi yo dona aytaylik? Dona ham ayting, uchovini ham ayting. Dona ham aytavering, uchovini ham aytavering. Bu Yechilib ketdi. Ayting, Kiromali ayting. 23 milliondan berasiz-ki. Kami bor. Kami bor 9 million bo'ladi. 9 million bo'ladi. 69 million bo'ladi. 23 milliondan 69 million kami bor akalar. Bir Endi xulosa so'zlaring. Stari bor lekin. Ya, bo'pti, aytingchi bu nech pul? Nech pul bu? Sementalmi? Ha. Buni 24. Buni-chi? Buni ham 24. Ani-chi? 23. Sizdan hozir borib quyuq suv olgan yaxshi ekanda, hozir. Endi biz aytaveramiz-da, so'rashaveradi-da. Shu aytgan narxlaringizdan 1 milliondan tushib etsangiz bo'lmaydimi hozir? Kami bor, aytaveramiz. Endi kami bor so'rashaveradi-da. Xo'p. Uchovi ham hozir buqa bo'lsa, uchovi ham qochadi. Qochadi. Uchovi ham qochadi. Ma'nalar dashi o'tib ham ketdi. Ichi bo'yinlari ham qarang. Semental bular ham. Akalar kelib ko'rib ustiga savdolashib olinglar, akalar ko'zlaring bilan ko'rib olinglar. Kamerada katta yoki kichkina ko'rinibdi demanglar, qaranglarda. O'ylarni bir 25 dan plus minusdan olaveringlar, mumkin. Mani baland, 25 dan baland mani. Ha, balandmi men endi nima, oluvchi tomon bo'lib gapiraveray 25 dan deb. Xullas 69 million kami bor. Ucholasiz. Bitta, mayli, donaga siz aytgan bo'lsin. Quyug'i suyug'iga bitta narx so'ray. 67 desa bo'ladimi quyuq suyug'iga? Ha? Muzaffer aka, rozisiz? Bo'ldi, 67 million quyuq suyug'iga Muzaffer akam rozi, kelishib savdolashib olaveradi. Endi ichkaridagilar narxni ko'rsatib qo'yaman akalar. Muzaffer aka keling 1 minutga. Xo'p, akalar, bularni ham qaranglarda 18 million kami bor dedik buni. 18 million kami bor. Buni qancha dedik? 15 dedik-a. 15 million kami bor. Xo'p, qadrdonlar buni mana bu ham sementlarga kibrit, yechmay turasizlar tursin. Buni 13 million kami bor dedik. Xullas, ekranda telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. 6 onni bitta odam oladigan bo'lsa akalar, xudo xonasiga yo'lida qilib berishadi, Abrorjon, ha? Nima dedingiz? Bo'laveradi. Muzaffer aka nomeringizni bering, nomeringizni. Nomeringizni bering. Ha? 90li, ha. 232 2907 telefon qilaverasizlar. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin, o'zingiz uchun qolaversa, yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Unutmang, biz yana uchrashamiz. Salomat bo'linglar.